Bu video ozgina cho'zilishi mumkin, xudo xolasa foydali bo'ladi akalar. Bu videoda yangi profilimiz uchun olyapmiz hozir. Yangi profil ochishdan maqsad akalar. Ko'ryapsizlar, million obunachisi bor, profillar blok bo'lib qolyapti. Bu profilni ochishdan maqsad shu. Siz aziz aka-ukalarimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Xudo saqlasin, katta profilimiz blok bo'lgan taqdirda ham shu profildan bemalol sizlarni topish uchun akalar. Bunaqa obzor katta profilga umuman qilmagan ekanman. Polni servisni, polni xonalarini nima ish qilinadi, qaysi blok nima qilinadi, hamma yo'g'ini polni bitta obzor qilib beramiz akalar. Bu blokda mana balonlar ham sotiladi, balansirovka, vulkanizatsiya, azot, hamma yo'g'i shu xonada bo'ladi. Ikkiga mana shu joydan, ikkiga mana shu bo'lib o'tirgan joygacha mana shu joy. Val blok shlipovka hozir ko'rsataman akalarcha. Pauza qilib boraman, sababi cho'zilib ketib qoladi. Mana bu xonamizga kirganda mana val shlipovkalarimiz bor. Bu bizning eski galovka ishlaydigan stanogimiz. Bu ham stok holatda ishlayapti. Bu akalarimiz ketib qoldi, shlipovchilar ishlarini tugatib, hamma ishlarini topshirishib ketish bo'ldi mana. Mana stanoglari. Bu xonamiz val blok shlipovka. Akalar, endi tashqariga chiqqanda hozir yana asosiy xonalarimiz bor. Servisning ichini ham bitta obzor qilib beraman. Ikkiga mana bu xonamiz, bu robotimiz, uzr xonamiz bu. Servisga kirishda yana bitta qismi. Bu joyimiz mana galovka sex bo'ladi akalar mana. Bu yerda o'zini asosiy xonam desam ham bo'laveradi. Shu joyda akalar galovkaga ginezdo qo'yiladi, направляющий vtulka, polni ginezdo tayyorlanish hamma yo'q, mana shu joyda, shu xonamizda bo'ladi. Argon svarka hammasi shu joyda bo'ladi. Ko'rib turgan xonalarda ko'proq men o'zim shu joyda bo'laman. Endi davay, yana tashqariga chiqamiz. Xo'p, tashqariga chiqqandan keyin endi uzr ozgina cho'ziladi, lekin arziydi xudo xolasa akalar. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu xonamiz mana zamin masla xonamiz. Bu servisga kirish ikkinchi, nima desam bo'ladi, robotimiz biz. Mana zapchas bo'lganda ham qisqa. Mana. Zapchas bo'lganda ham mazza yo'q. Qala, charchamayapsizlar? Ikki elektriklarimiz xonalari bor mana bu yerda. Endi elektrik xonasigacha kira obzor qilish nima emas. Hali sir sinoatlari bo'ladi deydi, o'zini programma, kompyuter bu radiator shu xona. Ikkiga mana bu yerda mo'ygamiz bor akalar. Polni motor mo'yga shu joyda. Mana bu oldi tarafi, oldi ko'rinishimiz akalar, polni. Nariga chekkadan boshlab polni obzor qilib kelganda mana oxirida mo'yka xonamiz. Va binoda oxirida vulkanizatsiyamiz keladi, shu oxirida. Endi hozir bitta ichkariga kirib turib, hozir ichkarini ham bitta obzor qilib beraman. Prosta qiziq video qilishga harakat qilyapman. U katta profilga umuman bunaqa video olmaganman akalar. Bunaqa polni obzor qilmagan. Ular mana mehnat qilib yotishdi. Bu tarafimizda ham mana. Общий nechta podъемный 9 tami, 10 tami, 9 ta podъемныйimiz bor ekan. Quyosh tushib qolyapti. Bu ish vaqtimiz ham tugab qolyapti, shunga bolalar ham. Hozir bu tarafga yuraman-da, servisimiz bu orqa taraf akalar. Orqa taraf. Xudo xolasa men orqadan ham Alloh joy berdi. Shu archagacha kengaytiramiz. Bitta yana uni ham obzor qilaman, xudo xolasa akalar. Mana ketdi. Yurdimi trekker, zo'rmi? Xudo xolasa. Mana polni endi podъемныйda bolalar ketdi bular. Ishini tugatib ketdi demoqchi. Shu holat. Polni bitta obzor qilib ko'rsatib qo'yapman, sababi hamma podъемныйlarimiz, ustalarimiz bor, hammasi xudo xolasa ish bilan band hozir. Endi shu profilga obuna bo'lib qo'ysanglar, bu bizni haliga yana bitta xudo xolasa profilimiz bo'lib qoladi. Maqsad bu profilni ochishdan. Maqsad bitta, ko'ryapsizlar, million obunachisi bor profillar blok bo'lib qolyapti. Shuni nimasini olgan holatda qo'ydik.
videolarga like bosib qo'ysanglar, bunda ham videolar qo'yib, xudo xolasa sizlar uchun xizmatda charchamaymiz akalar. Kuzatishda davom etinglar.